Assalomu alaykum. Qora tovuqlar seleksiyasini boshladik. 75 kunlik jo'jamiz. Mana jo'jalikdan chiqdi. Bu ovozi ham makiyonning ovozi chiqib qolgan. Bu 120 kunda tuxumga kirgan makiyonning bolasi. Eng zo'rini olib qolganmiz. Har kuni tug'adigan makiyon edi. Shuni seleksiya qilamiz deyapmiz. Bir 30 ta 40 ta makiyon chiqsa bundan buyur xudo xolasa. Shundan bitta yo ikkita eng zo'r ko'p tug'adigan eti tuxum ichilganini olib olib, shuni seleksiya qilmoqchimiz. Bunga endi yaxshi xo'roz qo'shish kerak. Marqa xo'roz qo'shganmiz unga. Bu Leghorn xo'rozi. Leghorn yutug'i bizni qora tovuqlar bir tug'adi, bir tug'maydi, tulaganda tug'maydi. Bu qorasi Leghornni. Qorasini shunga qo'shamiz va ikkalasini bolasini eng zo'rlarini seleksiya qilib davom ettiramiz. Undan tashqari bizda yana boshqa qo'shadigan tovuqlarimiz bor. Mana qora tovuqlar, oddiy anjoniy qora tovuqlar, faqat bularni farqi boshqa tovuqlardan. Bularning ota-bobosi ham, o'zlari ham yovvoyi tabiatda bo'lgan, yashashgan. Vaksina olmagan, hech qanaqa dori ichmagan umrida, tabiiy bo'lgan. Endi bundan maqsad hozir mana qora jo'ja boqsanglar, 1000 ta qora jo'jani boqadigan bo'lsa, hamma rasxotini chiqarib yuborsangiz bir oyda 10 million pul qoladi-da. Endi hozirgi qora tovuqlar shunaqa bo'ldiki, bir-biriga qo'shaverdik, tartibsiz qo'shaverdik. Antibiotiklarni berib, katta partiya boqqanimizda. Bularni immunitetini tushirib yubordik. Shu sababdan misol 1000 ta jo'ja olsangiz, 2 oylik bo'lguncha juda ko'p o'lim bo'lyapti. Jo'jalar o'lib ketyapti, brak chiqyapti, invalid chiqyapti, oyog'i qiyshayib qolyapti. 50% gacha jo'ja yo'q bo'lib ketyapti 2 oygacha. Sifat o'ta pasayib ketdi. Shunga mana Leghorn xo'roziga bularni qo'shsak, zo'r sog'lom makiyonlar chiqib bersa, xudo xolasa. Shularni zo'r tug'adi, har kun tug'adiganlarini datchiklar qo'yib, shularni zotini davom ettiramiz, bitta liniya qilamiz, отдельный liniya bo'ladi. Xudo xolasa endi biznes qilgani, pul qilgani bitta liniya kamlik qiladi. Bitta liniya bilan ish bo'lmaydi. Shuning uchun Toshkentdan anaqa jo'jalar olib kelganmiz. Bular Chexiyani dominant degan jo'jalari. Bularning qora ranglisi ham bor mana. Bular yangi keldi, yangi mehmonlar. Bularning zo'r tomoni Chexiyaliklar, Yevropaliklar bularni seleksiya qilgan. New Hampshire, Maran, Plymouth degan zotlarni seleksiya qilishib, eng zo'rlarini 20-30 yillar mobaynida qilishib, shu gibrid qilib chiqarishgan. Juda ham mahsuldor tovuqlar, vesti ham zo'r qiladi. Bular ham bularga qo'shilmaydi. Bu ham отдельный bitta liniya bo'ladi. Buni xo'rozini makiyoniga qo'shib davom ettiramiz. Uni ham xo'rozi o'zini makiyoniga qo'shiladi chiqqanlari. Boshqa zot qo'shilmaydi. Inbreeding qilib, bu liniya отдельный, ikkovi alohida olib ketiladi. Boshqa bularga hech tashqaridan qon qo'shilmaydi, faqat zo'rlari yildan yilga seleksiya qilinib, alohida qilib olib ketiladi. Endi yana bitta liniya baribir kerak bo'ladi. Biznes qilgani, pul qilgani, ikkita liniya ham oz, uchinchi liniya hozir o'zimiz Asakada bitta ukamiz seleksiya qilgan. Avstralop makiyonlarga Minorka degan, ispanskiy Minorka degan qora tovuqlarni qo'shgan. O'tgan yil qo'shuvda zo'r rezultat chiqdi bu yil. Juda ham ajoyib rezultatlar berdi. Salomat immuniteti ham, tuxumlash foizi ham, yem yeyishi ham hamma yo'g'i ko'ngildagidek bo'ldi. Endi biz ham o'chirtga turganmiz shu tuxumlariga. Shulardan bir 50 ta tuxum berish kerak, hozir kutyapmiz, o'chirtda turibmiz. Shu kunlarda berib qolish kerak. Biz navbatimiz kelib qolgan edi. Endi 3 ta liniya bo'ladi, отдельный. 3 liniya seleksiya qilinib, отдельный boqilib, iloji bo'lsa dalaga olib chiqib ketamiz, joy olib. Ochiq havoda hech qanaqa dorisiz, iloji bo'lsa vaksinasiz 3 liniyani ham boqamiz. Endi pul qilgani, biznes qilgani bularni bir-biriga gibrid qilamiz. Chunki buni zo'rlariga buni zo'rlarini qo'shsa, bolalari ham zo'r chiqadi.
fermerlar buni juda yaxshi tushunadi. Farqiga boradi, qadriga yetadi yaxshi narsani. 90% tuxum bersa, mana shu Roman Brown, Roman Sendiga yaqin gibrid zotlar kelib chiqib beradi. Lekin toza liniyalarni ham yo'qotib bo'lmaydi. Toza liniya yo'qolsa, yo'qolib ketib qoladi shuncha qilingan seleksiya. Endi bular tuxum yo'nalishi deydi. Bular haqiqiy biznes uchun men o'zi qora jo'jalar boqaman. 3000 ta, 5000 ta, 10 tagacha sezonda qora jo'jalar boqib sotaman. Bozorlarga olib chiqaman. Telegramlarda, endi YouTube'larda ham sotamiz, xudo xolasa. O'zimizga qilyapmiz. Bu haqiqiy o'zimizning biznesimiz. Har bitta zotdan 2-3 tadan olib bo'lsak ham seleksiyaga. Qolganlari o'zimizning inkubatorga jo'ja chiqarib bozorda olib chiqib sotgani juda ham zo'r bo'ladi. O'lim bo'lmaydi deyarli. Urug'lanish ham zo'r bo'ladi. Kasal ham bo'lmaydi munchaga. Tuxumdorligi ham zo'r bo'ladi. Birovga sotsangiz, qo'rqmasdan zo'r tuxum qiladi. Yo'q, qishin yozin tuxum qiladi deb maqtanib sotsangiz bo'ladigan darajaga chiqish mumkin. Endi go'sht yo'nalishida ham men qiziqishga bu, biznesga emas u. Balki biznes ham bo'lib ketar agar yaxshi rezultat bersa. Anaqa tovuqlar olib kelganmiz. Bular Primutrik degan tovuqlar oqi. Primutrik pромышленный deydi o'zbekchasiga. Sanoat primutriklari. Bu Esingida yo'q, bu toza zotlar. Rossiyada bor ekan u yerda. Lekin chatishtirilgan ekan. Bizda bularning falasatiylari bor. Lekin ular yo'nalishi boshqa, bulardan qilgan ish, bular qilgan ishni ular qila olmaydi. Shuning uchun bularni parvarish qilyapmiz. Agar Xudo xolasa nasib qilsa, ko'paytira olsak, bularning o'zini xo'rozi bor qo'shadigan. Bularni ko'paytirishdan maqsad, xullas bu tovuqlar, primutriklarning oqi shunaqa tovuqki, dunyodagi hamma go'sht yo'nalishidagi tovuqlar mana shu primutrikdan tarqagan, oq primutrikdan. Misol uchun bizdagi Jersey, mana Jersey gigantlar bor, Avstralop bor, Mori Adler bor. Dominant, mana men hozir kelgan dominant ham mana shu primutrikning qoni bor, mashlarning qoni bor ularda ham. Xullas hamma tovuqni go'sht va tuxum yo'nalishidagi tovuqlarga asha xanxabda ham bor buni qoni. Endi mana shu bizning broilerlar bor hozir. Fabrikalardagi broiler Ros 308, Kob 500 va boshqa broilerlar. Hammasi mana shu oq primutrikdan kelib chiqadi, hammasi. Asosini mana shu oq primutriklardan oladi. Bular bo'lmasa broiler yo'q. Endi buni xo'rozi bor chatishtiradigan, broiler chiqaradigan. Biz buni ashuni chatishtirib, buni ko'paytirib, asha narigi liniyasini ham olib kelamiz deyapmiz, ko'paysa. Olib kelsak, biz nima yutamiz? Buni qilishdan maqsad mana broiler go'shtlari bemaza. Buni narigi sherigini olib kelsak, ko'rsak, bundan chiqqan bolalar ulardan ko'ra sekinroq katta bo'ladi. Ular misol 2 oyda 3 kilo bo'ladigan bo'lsa, 45 kunda 3 kilo bo'ladi. Ko'p 500 ham, Ros 308 ham. 45 kunda 2 kilo, 3 kilo bo'ladi. Bular 60 kun, 70 kunda 3 kilo bo'ladi. Lekin ulardan farqi broiler, bundan chiqqan broiler bilan u sanoatdagi broilerning farqi, buni go'shti o'ta ham shirin bo'ladi. Immuniteti o'ta ham baquvvat bo'ladi. Don tanlamaydi uy sharoitida, zo'r katta bo'ladi. Go'shti bu bizning qora xo'rozda oddiy, bu Andijon qorani go'shtlarida ancha shirin bo'ladi. Shuning uchun shuni ham hozir seleksiya qilamiz deb qiziqib turibmiz. Endi kimda mana shunaqa seleksiya qilinayotgan tovuqlar bo'lsa, bizning kanalimizga chiqib, bizga videosini jo'natinglar, biz kanalimizga qo'yamiz seleksiya qilinayotgan tovuqlarni. Misol kimdir Adlerga Avstralopni qo'shyapti, Legoringa Uxaylni qo'shyapti. Ashtaqa qo'shilayotgan tovuqlar bo'lsa, videosini jo'natinglar. Agar qiziqsak, biz o'zimiz ham yaxshi pulga sotib olamiz ularni. Agar javob bo'lmasa, shu kanalimizga qo'yamiz. Ko'pchilikka anaqa bo'ladi-da bu. Biz ham seleksiya qilaylik, O'zbekistonda ham seleksiya ishlari bo'lsin. Boshqalar chiqaryapti, nima biz chiqara olmaymizmi?